Assalomu alaykum akalar, tuzingmisizlar? 1 minut o'tkazmay turinglar. Damaschi akalar, Parkentli akalar, inshaalloh ertaga Parkentda bo'lamiz akalar. Mana shuncha insonni xursand qilamiz inshaalloh. Damasi borlar, bemalol murojaat qilasizlar. Bitta akamiz telefon qildilar. Ukam, ishlaring juda menga ma'qul kelib qoldi. Shuni kelib qilib bera olasizlarmi? Iltimos deyishdi. Akamiz gaplarni ikki kelmadi. Shunga inshaalloh bitta Damaschi akamiz telefon qildilar. Polni noldan hadovoy qilib beramiz borib inshaalloh. Yana kimda kim shuni Damasini hadovoy qildirib, rullarni yengil qildirmoqchi bo'lsa, pastda nomerlar qoldiramiz akalar. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Faqat Parkentliklar bemalol murojaat qilinglar. Yo'lda to'xtashga vaqtimiz yo'q. Ishlarimiz juda ham ko'p edi. O'shaning uchun to'g'ri tushuninglar. Parkentliklar nomerlar qoldiramiz. Hadovoylar qilish yoki rullarni gidravlika qilib berish Damas xizmatini ertaga inshaalloh zo'rla qilib beramiz. Bomba videolar qilamiz. Bizdan uzoqlashmanglar. Obuna bo'lishni unutmanglar. Ketdik.